Nimaga asosladi? Shu vyutileniya kelganda shunaqa qo'yamanda. Vyuteleniyani nimaga tekshiriladi? Yallig'lanish darajasi va qo'zg'atuvchi nima? Uni tekshirmasdan o'sha aptekadan so'rab o'z boshimchalik bilan olib davolanishingiz sal noto'g'ri. Chunki svechalar soni juda ham ko'p, firmalar juda ham ko'p va svechalar tarkibi ko'p. Masalan, bitta komponentli svecha bor, ikkita, uchta, даже 5 ta komponentli svecha bor. U svechani keyin sanatsiyani biza baribir analiz javobiga qarab qilsak, davolanish narxi yaxshiroq bo'ladi. Asorat bermaydi. Orulib berish kerak emas normal holatda. Demak, buni pastga berasizlar, o'ziga qo'shishadi va o'ziga kirganda o'zingiz ketsanglar, matga kelganda meni chaqirishadi. U yerda ham bitta ko'ramiz, keyin ginkaz kresloda ko'ramiz. Pastdan registratsiya qilib chiqasizlar. Shu baribir aptekachilarni retseptsiz preparat berish to'xtatish kerak edi. Chetda bermaydi.